Universitet markaziy ekspertlari tomonidan berilayotgan bilimlar, zamon talabiga mos bo'lgan mavzular bo'yicha darslar o'tilyapti. Bizga mana bunaqa qo'llanmalar yordamida ijtimoiy tarmoqlarda biz o'zimiz auditoriyamizni qanday yaratish? Verifikatsiya belgisini, ya'ni galchkani olish bo'yicha ham qiyinchiliklar bor. Aynan mana shu narsalarga birgalikda yechim izlashga va profillarni yana ham mukammal qilib sozlashga imkoniyat izlayapmiz. Bugun yosh mablag' bilan ko'rishib, o'zimizning mahorat darslarimizni o'tdik. To'g'ri rakursdan tortib, montaj usullarigacha qiziqtirgan savollarga javob berishga harakat qildik. Eng muhimi bu yerda mentorlar va ishtirokchilar oltin o'rtaliqni birgalikda fikrlar to'qnashuvi natijasi topishmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarni tanlash orqali tashkilotning media strategiyasi, Ommaviy axborot vositalari, blogerlar har bitta videoni qanday qilib rekomendatsiyaga chiqishi haqida o'zimga kerakli yangi bilimlarni ham oldim. Jarayonlar 24-aprelga qadar davom etadi.